Charchagan holatda avtomashina boshqarish bu mast holda boshqarish kabi jiddiy xavf tug'diradi. Ayniqsa, sovuq kunlar kelishi bilan haydovchilarimiz boshqaruv vaqtida isitish moslamalaridan foydalanishadi. Ichkaridagi issiq havo esa haydovchida uxlash xavfini 2 hissa ko'paytiradi. 2025-yilning o'tgan 10 oyi davomida yo'lda uxlab qolish oqibatida 237 ta avtohalokat qayd etildi. Mazkur baxtsizliklarda 195 nafar inson tan jarohatini olgan bo'lsa, 139 nafari halok bo'ldi. Hurmatli haydovchi, boshqaruvga o'tirishdan avval to'yib dam olganingizga ishonch hosil qiling. Yo'lda haydovchilarga uyqu tortgan vaqtida mashinadan tushgan holatda to'yib nafas olib, nafas chiqarish, yengil tana mashqlarini bajarish, yo'lning xavfsiz bo'lagi yoki yoqilg'i quyib shaharchalarga to'xtab, yarim soat dam olish, shuningdek, kofe va shunga o'xshagan kofeinli ichimliklar ichish tavsiya etiladi. Avtomashinangizni uyquni qochiruvchi antisom moslamalar bilan jihozlash ham maqsadga muvofiqdir. Albatta, videoni ko'proq manfaatli bo'lish uchun haydovchilarga yuborib qo'ying. Salomat bo'ling.